Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana yana bir yangi fayzli xonadonimizga keldik. Yangi obyektimizga aboya qilish jarayonlari oldin shpagilovkalarni qilib ketgan edik. Shukurkasini qilib, mana aboyani boshladik nasib bo'lsa, kiliylab qo'yilgan. Devorimizga ham kiliyni surtib, xudo xolasa aboyani yopishtirdik. Mana birinchi polotnani. Yaxshi chiqdi. Kompaniyasi Italiya bu. Zo'r aboy, kilitchni. Xudo xolasa nasib bo'lsa ishimizni yakuniy qismiga ham bir video qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Mana bunaqa kilitlarimiz bor. Texnik nosozliklar bo'lyapti. Qandaydir telefonimizga obzorlarni qilib boramiz azizlar. Aboyimiz mo'ysha aboy. Toza. Buni namlatda qilib artib olaversa ham bo'ladi. Kiliylangan holati mana. Juda chiroyli. Aboyimiz mana shu ustakamizning uylariga mehmonxonalarni aboyini qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Patologiyalarimiz plus, MDF plus bo'lgan, dekor plus. Juda chiroyli chiqqan. Nasib bo'lsa endi aboyni yopishtirib, xudo xolasa yoringiz bilan topshiramiz. Xayr, sog' salomat bo'ling. Bizni kuzatadigan azizlarga ishlariga omad. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik, oila barlariga eson-omon qaytsin. Like'larni ko'paytiramiz azizlar.